yaratgan egen. Periştede kızımni öz panohingda saklagaysan. Han alileri, baxtan berkat özlerge yar boğay. Rahmat sizlarga, aytganlaridek bo'lsin. Mahmud akam han alilerga rahmetini bildirip ordaga kelenmeydiganligi üçün özür halik aytdi. Bu gapchi u bundan keyinmi ordaga kelenmeydi ekanda. Malik amanın sahinim kichigidin tatipla dadisidan ayrılıp bakmagan. Assalomu alaykum. Hörmetlik Janobi Vazir Asam. Özlerinin bundaq sağlam toğanlıqlarını görüp intayın xursand boldim. Rahmat. Özlerinin qaytadan ordaga kirib, xon olilerinin xizmetida bo'lganlarni muboraklayman. Mana amdi ordada san'at göhrimiz bo'lgan muqam köylerini yani ağlaydı kemizde. Deganlar kelsin hörmetli Qidirxa ustoz. Shu maqsad uchun tirishman. Qaranglar. U ayni yili ordudan qo'g'langan hilqi sozandi. O nima deb yana kelgandi? O'ttonchi. Sozandi degan nimalar? Bugungi kunda orduning aziz mehmonlarga aylanib qelyapti-da. Qiziq ish. Xudo, periştede kızımni öz panohingda saklagaysan. Malikem, bayqı dastanni şundaq mo'nliq aytdingiz. Dadingiz bilan yurtingizni seg'ingan o'xshamamsiz. Ordaga kirganingizga bir qancha yil bo'lib qoldi. Yurtingizga berib tuqqanlaringizni yo'qlab kelsangiz bo'ladi. Yo'l yiroq. Onun ustiga alilerdan ayrılgım yok. Mening mugo sizdan birdan ayrılgım yok. Siz muzika bilan muqamga to'liq herisman ekansiz. Ben talabingizga qo'shilib, yakan xonlig'imizda muqamni yig'ib ratlashingizni qo'llayman. Rahmat alilerga. Halayık! Yerken hakani şunu cakalaydı ki bugünden başlap halkımız teveside mukam yığılıp retlenidu. Fukralarının arasında sol silip mukam italaydık Allah. Sizden orduğa kirip maharetini görsetsin.
Xanish aliler keldi. Merhamet. Çayğı basla. Malikam, japa chekyapsiz. Her kuni avam xalqlar bilan uchrashib turayotganingizni ko'rib, ham nasabingizni o'ylab, xotirjam bo'lolmay, sizdan ansirab turayotman. Ko'ngillarga rahmat. Ham yana butkul el yurtni qo'zg'ab, muqam haqida jar silinsa, Dana xan alilarning sha'nu shavkatiga nuqson yetib qolishidan ansirab turayotman. Malika singlim, siz ichimizda hammadan aqlliq, eng ziyrak. Bizdek xonishlarning nemani qilib, nemani qilmasligimiz kerakligini obdan bilasiz. O'ltiring. Anglasam, muqam yiqili sahralarga o'zingiz baxtidaksiz. Amanisa xan alileri sizning o'rnidan chiqib, xalq orasiga birishtirib qo'shilib obdan qildi. Buning uchun xan alilerga ko'p rahmat aytsak bo'ladi. Uzundan buyanqa arzuyim shu edi. Biroq ustoz, bu menga rost emasdek tuyulyotdi. Ya qizim, bundaq o'ylamaslar. Buning hammasi rost ish.